Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 22 yanvar 2026 yil navbatdagi laboga mana tungi o'ra bo'ldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida etkaplar. Labona polni ichlariga shu izolyatsiyalar qilindi tunikalar orasidan. Konteyner pollari yu, penoplekslar hamma yo'g'i yo'llarigacha shumkalar qilib, mana yo'llari bekilgan. Pashay tushmasligi uchun ham penoplex qo'yilgan. Mana joylari mana tagigacha o'tgan. Ochganda qo'lni kesmaydi, ilmaydi. Xo'p. Alohida sondiqchalar bor mana. Narsaga ochilishi. Tepaga. Kaliti borami? Mana kaliti ichida. Alohida sotiladi sondiq, rezinka ham alohida sotiladi. Duga bagajlari alohida sotuvda bor. Murojaat etdim ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida shuna holatni o'rnatib beramiz. Kamchilik xatolarni yozib qo'ying, kuzatishda davom etib like bosishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.